Salom, bugun Koreyaga kelayotganlarning nimaga ketishini 3 ta sababini gaplashamiz. Birinchisi bu til. Ko'pchiligimiz Koreyaga kelishdan oldin men Koreyaga kelsam bo'ldim, hayotim zo'r bo'lib ketadi deb o'ylaymiz. Lekin aslida Koreyadagi eshiklarni sizga ochadigan ham, yopib qo'yadigan ham bu til hisoblanadi. Bankka borganingizda, kasal bo'lganingizda yoki ishlarga topshirayotganingizda tilni o'rganib kelsangiz Koreyada uzoqroq yurishingiz va vizani osonroq olishingiz kafolatlangan. O'zbeklar menga yomon tuhmat qilgan. O'sha paytda meni tilni bilmaganim menga pand bergan. Chunki o'zimni oqlab oladigan joyda men oqlolmay qolganman. Sababi men tilni bilmaganman. Shuning uchun shundan keyin menga katta dars bo'lgan. Menga hech kim nohaq ayb qo'ymasligi uchun ham jahlim chiqqanida men koreys tilini o'rganib ketganman. Ikkinchi muammoyimiz, to'pigingizni oldingiz, ishingizni topdingiz. Hammasi birinchi, ikkinchi oyga zo'r ko'rinadi. Lekin har doim ham emas. Ko'pincha men ham his qiladigan narsa patolog bor, lekin menga ko'rinmaydi. Chunki men chet ellikman. Chet ellik bo'lganingiz uchun ham lavozimingiz ko'tarilishi ehtimoli juda ham past. Yana nafaqat ish joylarida koreyslarga ko'proq lavozim beriladi, balki militsiya xonalarida yoki ishxonada birorta konflikt chiqsa ham koreys tarafini oladi. Ko'p shunaqa holat bo'lgan. Ishxonada men haq bo'lib turgan paytda ham koreyslarni tarafini olgan holatlar ko'p bo'lgan. Bu hamma joyda emas, lekin juda ham kam. Agar men qachondir Koreyadan ketadigan bo'lsam, ikkinchi sababi menga to'g'ri keladi. Va uchinchisi bu viza. Ko'p ishlashni o'zi yetmaydi. Viza uchun alohida Koreyani sistemasi ballar qilib qo'ygan. U ballarga koreys tilini bilishingiz, koreyskiy universitetlarni bitirgan bo'lishingiz yoki yaxshi fanlarni o'qigan bo'lishingiz kerak. Qissadan qissa shuki, Koreyada uzoq qolmoqchi bo'lsangiz, anchagina shustri bo'lishingiz kerak. Shuning uchun ko'p chet elliklar koreyslar yomon bo'lgani uchun yoki Koreyani yomon ko'rgani uchun ketmaydi. Ular shunchaki bu yerda yashash boshqa davlatlardan ko'ra bosimi kuchli davlat hisoblangani uchun juda charchoqli topishadi bu davlatni. Agar siz Koreyadan chiqib ketgan bo'lsangiz yoki chiqib ketmoqchi bo'lsangiz, nima sababdan chiqib ketishingiz mumkin yoki chiqib ketmoqchisiz? Tilmi, ishmi, vizami? Kommentariyada gaplashamiz.